ko'rdik ichdigini puldor bo'ldi, moldor bo'ldi, dunyodor bo'ldi. Mutar bilibdi, salosi bor. Ana qara qanday nafar bo'ldi. Qancha yaxshi mol, qancha qudrat yaxshi nafar uchun. Hatto aytdik, men katta sizlarning parvardigorlaringiz edi. Xudoligini da'vo etdi. Avvalikim Alloh subhanahu va taolo uni halol qildi. Bizlar bu ko'z bilan tamom zotda haqiqatni ko'ra olmaymiz. Hatto bizlar bilmaymizki, shu sutni ichi ochiq bo'lsa shu yerda nima hisobot. Shuni ko'ra olmaymiz dunyoda. Bizlar ko'ra olmaymizki, devorlar orqasida nima hisobot. Har zotdagi shu ko'z bilan ko'ramiz, shu voqeat deymiz. Birdan ko'rdik ichdigini puldor bo'ldi, moldor bo'ldi, dunyodor bo'ldi. Mutar bilibdi, salosi bor. Ana qara qanday nafar bo'ldi. U qanday izzatmand bo'ldi. Bizda bu ko'z bilan haqiqatni ko'ra olmaymiz. Bizda ya behtarin ko'z, aynakki bizda o'shani bilan zarrabiy qaviy haqiqatlarni dark etamiz. O Qur'on sunnatdir. Umolu dunyo pulu qudratuning izzat emas. Bizlar o'shani me'yoriga taroziga tashlab ko'ramiz. O'sha zarrabini Qur'on bilan ko'ramizki, oyo Qur'on va sunnatga barobar emasmi? Agar moli ham bor, puli ham bor, qudrati ham bor, Qur'on va sunnatga barobar zarrabini Qur'on bilan biz ko'ramiz. Oilaga haqiqat bilan ko'ramiz, Qur'on va sunnatga barobar. Qancha yaxshi mol, qancha qudrat yaxshi nafar uchun. Qudrat ham yaxshi muborak bo'lsin o'shanga. Dunyo ham muborak bo'lsin o'shanga. Dindorligi ham bo'lsa, taqvosi ham bo'lsa, Qur'onga ham barobar bo'lsa, sunnatga ham barobar bo'lsa, puli ham bo'lsa, moli ham bo'lsa, qudrati ham bo'lsa. Ammo lekin bir nafarni ko'ramizki, qudrat, mol, pul dunyosi bor. Ammo lekin doiriy Qur'ondan chiqqan, shavqat sunnati Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamdan chiqqan, u unga izzat emas. Izzat agar bu bo'lardi bo'lsaydi, kattatarin qudrat Firavunga borib aytdiki, ana robbukumul a'la dedi. Hatto aytdiki, men katta sizlarning parvardigorlaringiz edi. Xudoligini da'vo etdi. Ammo lekin Alloh subhanahu va taolo uni halol qildi. Agar moli dunyoda bo'lardi bo'lsaydi, Qorun xazinalarini, kalitlarini bir jamoat ko'tar edi. Bizdagi xazinamizda kalit xazinak yo'q. Bor odam bilan bir takalti bor, uni hissasini bir bo'lsa ketadi. O'shani bilan izzat talab qiladi. Shu ma'no izzatim deydi. Qorunki izzati bor edi, dunyoda puli bor edi, doroyisi bor edi, bir jamoat, katta jamoat xazinalarini kalitini ko'tarib bilmaydi. Ko'taradi. Bir katta jamoatga ehtiyoj bo'ladi xazinalarini ko'tarmoq uchun. Alloh subhanahu va taolo Qorunga zaminga aytdiki, Qorunni tortgin o'zingga. Tortdi. Tortdi. Musa alayhisolatu vasallam aytdiki, Parvardigoro, sen Qorunga tortadi, zaminga amr qilgining molini ham tortsin. Aytmasinki Musoni hadafi buni molini olishlik ekan deb. Molini ham tortsin shuni. Molini ham tortdi zamin. O'zini ham tortib ketdi. Izzat nima bilan emas. Izzat agar yakka ko'pchilik bilan bo'lardi bo'lsa, bizlar suratda eshitamiz ertang-ertangdan. G'azva-i Badrda musulmonlar ta'dodi 313, 314, 316 nafar taqriban shuncha nafar edi. O'zi ham bir toifa emardan musulmonlar Yasribda, Madina-i Munawvarada mushkulot bilan zindagalik qilgan musulmonlar, ammo Abu Jahl mal'un, mushriklar Utba va Shayba tamom atrof Makka mukarramadan, atrof Madina-i Munawvaradan tamom mardimni jamladan ketirdi. Shu musulmonlarni behkam qilaylik dedi. Shu musulmonlarni o'rtadan ketiraylik dedi. Izzat bizlar uchun bo'lsin dedi. Kerakdiki, mana biz tamom mardim jam bo'lib keldik. Bularni halol qilamiz dedi. Lekin haqiqatda izzat Alloh taolo uchun bo'lgan shu 313 nafar o'sha 1000 nafarga g'olib keldi. 70 nafar ulardan halol umrdor bo'ldi. Az jumla taqriban 30 nafar, girma qancha nafar bularni katta raislaridan, musaflardan, yoshlardan halol bo'ldi. Va 70 nafar ham ularni asir bo'ldi. Buna ma'lum bo'ldiki, izzat tamom mardim bir joyda bo'lishlik bilan emas. Bali Qur'on va'tasimu bihablillahi jami'an.
Sizlar muttahid bo'ling, muttafiq bo'ling. Hammalaringizda o'rtalaringizda ittihod birlik bo'lsin deb aytgan. Ammo lekin bu ittihod birlik nima bilan bo'lsin? Qur'on va sunnat bilan bo'lsin. Alloh Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi fa huwa batilun va in kana mi'ata shartin." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir nafarga bir shart qo'ysa, 100 shartdan bo'lsa, tamom dunyoda ham jam bo'lsa, o'zingdan qonun tuzatsan, o'zingdan tartib tuzatsan, o'zingdan modda tuzatsan, fa huwa batilun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu botildir. Va in kana mi'ata shartin, agarchi o'zi 100 shartdan bo'lsa. Pas haqiqatda izzat Alloh subhanahu va taolo bilan, ibodati Alloh bilan, iymon bilan bo'ladi.